Oxirgi payt Aziza brendini testimdan o'tkazyapman va bu brendni ishlatishdan oldin bu narsalarni bilishlaring shart. Gidrofil maslasi. Sostavida sedana yog'i bor. Ko'p gidrofil maslalar yuzda komedon hosil qiladi. Bu gidrofil komanda umuman toshmalar chiqarmaydi. Ondan 10 bergan bo'lardim. Penkasini sostavini o'qiganimda aziyatskiy centella borligiga ko'zim tushdi. Bilasizlar, centella terini tinchlantirib, qizarishlarini oldini oladi. Yuzdagi qoldiq kirlarni zo'r ketkazib berar ekan. Menga penkasi juda ham yoqdi. Qora sedanalik lichevniy serum maksimalni yuzni namlab, yallig'lanishni oladi. Boshda aytganimdek, lichevniy ham namlaydi, ham davolaydi. Tarkibida niasinamid bor, xiraliklarini oladi. Yuz baryerini mustahkamlovchi serum tarkibidagi beta-glyukan terini chuqur namlab, qizarishlarini olib, tinchlantirib beradi. Ishlatganimdan keyin yuzim ancha tinchlanganini his qilyapman. Aytgancha, tarkibida vitamin B ham bor.